Bismillah, 5-kunni ham boshlab oldik. Kecha ozgina adashmovchilik bo'ldi. 4-kunda tugatyapman demoqchi edim. 5-kun bo'lib qolibdi. Xudo xolasa kunda shu disiplinada ishlaniladi. Bir oycha xudo xolasa, sababi oyog'im og'riyapti. Уже endi 103 kilo kichkina vazn emas shekilli, oyoqlarimga ancha nagruska tushib, xudo xolasa 30 kun davomida bunga moslashib og'riqlar qoladi. Xudo xolasa hali ovqatni ham tizimlashtirganman. Kech paytdan ovqat yeyapman. Uxlashdan oldin ham ovqat yeb yotibman. Xudo xolasa bir oycha xudo xolasa mana shu narsalarga 10 kilometrga 500 ta skakalkaga presslarim polniy. Bir oy shu narsani qayta qilganimdan keyin уже ovqatlarimni ham sekin pasaytirishga, kech payt yemasdan yotishlikka, o'zimni nafsini sal tiyishlikka harakat qilaman. Buni sizlarga ko'rsatib borishga inshaalloh. Bo'lmasa biz boshladik. Bugun ham 10 kilometrimiz sekin ko'rib borishlar bo'ladi. Bugun sekin kino ko'rib yugurmasam bo'lmaydi. Xudo xolasa bugun ham shu 3 kilometr, 7 kilometr yuramiz. 5-kunda ham 10-kilometrni tugatib oldik. 1,5 soat 548 kaloriya. Oxirida bitta ustarina qilib shunga ko'proq charchab ketaman. To'g'risini yurishga ko'rib suv ko'p ichib qo'yibman shekilli, terlab turib tomog'im og'rib qolib, shunga sal pastroq gapiryapman, e'tibor bermaysizlar. Ammo qiyin bo'lyapti lekin. Mana deyaptiringlar.